O'zbek adabiyotida o'chmas nom qoldirgan O'zbekiston xalq shoiri G'afur G'ulom 1903-yilning 10-may kuni Toshkentdagi dehqon oilasida dunyoga keladi. G'afur G'ulomning otasi savodxon inson bo'lib, uylariga Muqimiy, Furqat, Asriy kabi mashhur shoirlar tashrif buyurishgan. Bu muhitda o'sgan G'afur yoshligidanoq adabiyotga mehr qo'ygan. 1916-yilning kuzida G'afur o'qishga kiradi. Ota-onasining vafotidan so'ng u ishlashga majbur bo'lgan. Ko'plab kasblarda o'zini sinab ko'rgach, u nihoyat matbaaga harf teruvchi bo'lib ishga kiradi. So'ngra pedagogik kurslarda tahsil oladi. 1919-yildan 1927-yilgacha u o'qituvchi, maktab direktori, ma'naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo'lib ishlaydi. Bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. 1923-yildan G'afur G'ulomning she'rlari va maqolalari gazetalarda chop etila boshladi. Uning Felix farzandlari va Go'zallik qayerda kabi asarlari xalq orasida mashhurlikka erishadi. Bu asarlarda yoritgan asosiy muammo va yechimlar bu insonning axloqiy tarbiyasi, uning ma'naviy madaniy rivoji sari kurashdir. G'afur G'ulom ko'plab asarlarni bolalarga bag'ishlagan. Shum bola asari boshqalarga qaraganda anchagina omadli hisoblanadi. Muallif asarni 1936-yil yozgan. Qissada ijodkorning bolaligi 20-asr boshidagi Toshkent hayoti tasvirlangan. Qissa o'tkir hajviy asar bo'lib, haqiqiy voqealar va shaxslar taqdiriga asoslangan. Asar markazida yozuvchining hayotidan olingan ko'p faktlar turgan bo'lsa-da, u avtobiografik emas. Unda haqiqiy tarixiy faktlarga nisbatan badiiy to'qima, fantaziya kuchli. 1977-yilda asar asosida Shumbola filmi suratga olinadi. Filmga Damir Salimov rejissyorlik qilgan. Ssenariyni esa Shuhrat Abbosov va Aleksandr Naumovlar yozgan. Shumbola filmidagi asl ismi Qoravoy rolini O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Abdurayim Abduvahobov o'ynagan. Film ham o'zbek, ham xorijiy film tanqidchilari tahsiniga sazovor bo'lgan. Qissada Shumbola Qoravoy haqida hikoya qilinadi. Qoravoy uyidan ketib qolib, o'zining topqirligi, zukkoligi, sho'x shaddodligi tufayli turli sarguzashtlarni boshdan kechiradi. Shumbola bir guruh o'g'riga, har bir gapga indan keyin deb javob qaytaruvchi boyga, giyohvand mollalarga duch keladi. Xo'sh, undan keyinchi? Shumbola filmi o'zbek kino san'atining muhim asarlaridan biri hisoblanadi. U yoshlar va kattalarga hayotning qiyinchiliklari va ularni yengish yo'llari haqida o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Filmning syujet va personajlari orqali yoshlarning ma'naviy rivojlanishiga hissa qo'shish maqsad qilingan. Bundan tashqari G'afur G'ulom Pushkin, Lermontov, Mayakovskiy, Nozim Hikmet, Rustaveli, Nizomiy, Shekspir, Dante va boshqalarning asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjimasi hamda adabiyotshunoslik va publitsistik maqolalari bilan mashhur. G'afur G'ulom 1966-yil 10-iyulda Toshkentda vafot etadi. Vafotidan so'ng buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlangan. Siz Shumbola asarini o'qiganmisiz yoki filmni ko'rganmisiz? Undagi qaysi voqea yodingizda qolgan? Sizga qanday hissiyotlar bergan? Shular asosida sizlardan izohlarda fikrlaringizni kutib qolamiz.